Va nihoyat Yezavika bo'yicha sizlarni qiziqtirgan ma'lumotlarni bugun berib o'tamiz. 2026-yil 12-iyun holatiga ko'ra avval operator buni yeb oling. Yezavikalarimiz 5 yoshli daraxt bo'ladi. Hosilni ko'rib turibsizlar. Birinchi yildan hosilga kirganda 1,5 kilo, 2 kilodan hosil beraveradi. 4 yosh, 5 yosh bo'lganda 30 kilo, 35 kilogacha hosil oladi. Hosilga olib chiqadi do'stlar. Buni qaranglar. Juda ham chiroyli holatda. Buni ko'pchilik so'rayapti, tanasi tikonlimi, tikonsizmi deb. Hop keling, tanasini ko'rsatib qo'yaylik. O'sha silliq tanadan bo'ladi do'stlar, mana. Tikoni yo'q, silliq tanasidan bo'ladi. Endi mana bu hosilga bittadan lang bosib qo'yinglar. Yana ko'pchilikni qiziqtirgan savol, sovuqqa chidamlimi bu deyishyapti. -15 gradus sovuqqa chidaveradi do'stlar. 60 sotikda Yezavika plantatsiyasini tashkillashtirganmiz hozirgi kunda. Mevalari 120 ming so'mdan sotuvi boshlangan, hozir 55 ming so'mga qoldi narxlari. Buni foydali tomonlari, bargini qaynatib ichsangiz, mana shu barglarni qaynatib ichsangiz rakka davo bo'ladi. Mevasini qaynatib ichadigan bo'lsangiz, davleniya, saqir kasalliklariga davo bo'ladi. Olib keling kamera. Buni ko'chatlardan cheklanmagan miqdorda bor. Kimga nechta kerak bo'lsa, telefon qilib zakaz beraverasizlar do'stlar. Narxlari 40 ming so'mdan kattaroq ob'yomda oladigan bo'lsangiz, kelishtirib beramiz. Buni hosiliga bittadan laykni bosib qo'yinglar, mehnatlarga layklar bosinglar do'stlar. Juda ham chiroyli holatda. Bu tomonlarni ham ko'rsatayman mana. Bahordan boshlab kuzgacha pishaveradi do'stlar. Birin-ketinlikda mana. Bu tomonlarni ko'rsatayman mana. Mana ularni endi pishayotganlari, olib keling kamera. Bu endi pishayotganlari mana shular kuzgacha pishaveradi mana. Bu tomondagilari pishadi 1 hafta, 2 haftada. Har kuni terim jarayoni bo'ladi do'stlar. Ichki bozorlarda 55 ming sotilyapti. Videoga layklar bosinglar, maksimal darajada tarqatinglar. Sog' bo'linglar.